hammaga aziz do'stlar. Siz iFood kanalidasiz. Mening ismim Habir. Bugun biz dengiz texnikasiga bag'ishlangan sharhlarimizni davom ettiramiz. To'g'risi, bu to'liq dengiz texnikasi emas, balki ochiq havoda ishlashga mo'ljallangan, suv sachrashidan, ultrabinafsha nurlanishidan, yuqori namlikdan qo'rqmaydigan va himoyalangan texnika haqida gapiryapmiz. Umuman olganda, bu texnika ochiq havoda bemalol o'zini erkin his qiladi. Oldingi sharhda men gapirgan edim. Yangi mahsulotlarimiz dengiz resiverlari haqida gapirgandim. Ular uchun havolani tavsifda qoldiraman. Bugun esa biz korpusli akustika haqida gaplashamiz. Bu Mir 61 modellari va Mir 62. Boshladik. An'anaga ko'ra, avval umboqingdan boshlashni taklif qilaman. Bu qutini ochamiz va to'plamimizga nazar tashlaymiz. To'plamni 61 model misolida ko'rib chiqamiz. Modelning konfiguratsiyasi asosan bir xil, shuning uchun faqat bittasini ko'ramiz. Kafolat taloni. Foydalanish bo'yicha qo'llanma. Reylingga o'rnatish uchun mahkamlash elementlari va yoritishni boshqarish uchun masofadan boshqariladigan pult. Bu yerda siz yorug'lik rangini tanlashingiz mumkin va miltillash rejimini ham tanlash mumkin. Xo'sh, endi texnik xususiyatlar haqida gaplashadigan vaqt keldi. Bu audio sistemalar ABS plastmassadan tayyorlangan korpusda ishlab chiqarilgan. Eshitib turganingizdek, ovozi ancha bog'liq. Yigilish sifati esa haqiqatan ham yuqori darajada. Adashmasam, taxminan 2 yildan beri bizning do'konimizda bunday namunalar osilgan. Ular ustiga doimiy ravishda quyosh nuri tushadi va ular bilan hech narsa bo'lmadi. Ular rangini yo'qotmadi, sargaymadi, o'zgarib ketmadi, ranglari o'zgarmadi. Ya'ni biroz chang bosgan. Bu tabiiy hol. Lekin agar ularni artib qo'ysangiz, juda yaxshi namunalar bo'lib chiqadi. Aytgancha, yana bir narsani aytishni unutdim. 61 modelda korpus emas, 62 modelda esa yaltiroq. Akustikaning o'zi koaksialdir. Yana bizda midbas ham, twitteri ham bor. Bularning hammasi bir to'plam. Shuningdek, modellarning quvvati ham farq qiladi. 61 modelda nominal quvvat 100 volt, 62 modelda esa 150 volt. Diffuzorlar tayyorlangan. Bizda ular propilendan, podvesi rezina, twitterlari esa 31 mm tanli. Ikkala modelda ham misdan tayyorlangan tatuchkasi bor. Yigilish materiallari juda o'xshash bo'lishiga qaramay, modellarning ovozi farq qiladi. Lekin buni siz keyinroq tinglashda eshitasiz. Shuningdek, ko'rib turganingizdek, modelda yoritgich bor, lekin bu haqida men allaqachon qadoqlash vaqtida gapirgandim. Lekin bu yerda muhim jihat shuki, siz bir nechta to'plamni sotib olishingiz mumkin. Masalan, siz 62 akustikaning 3 ta to'plamini sotib oldingiz. Va sizga 3 ta pultdan foydalanish shart emas. Ya'ni siz bitta pultdan foydalanasiz. Masalan, o'chirib yoki yoqib qo'ysangiz, iltimos, hammasi ishlaydi. Xo'sh, endi men sizga ushbu audio tizimlarni tinglashni taklif qilaman. Izohlarda qaysi biri sizga yoqqanini yozib qoldiring. 61 dan faqat 2 taga ko'proq. Shaxsan menga 62 modeli ko'proq yoqdi. Men Kiyevga ketmoqdaman. Men seni olishingni xohlamayman. Nima qilishni bilmayman. Qayerda ekanimni bilmayman. Qayerda ekanimni bilmayman. Model. Men u haqida bir marta orzu qilaman. Men urush o'ynamayman hozirda. Xo'sh, endi natijalarni chiqarish vaqti keldi.
Agar sizga tashqarida barqaror ishlaydigan, ultra binafsha nurlari va namlikka chidamli akustika kerak bo'lsa, albatta Mir 61 va Mir 62 modellarga e'tibor bering. Barchangizga katta rahmat. Videoni ko'rganingiz uchun albatta like bosing. Akustikamiz haqida fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va bu videoni qaysi ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Shuningdek, bizning Telegram kanalimiz ham ushbu videoning tavsifida bo'ladi. Sizlar bilan birga men Pavel edim. Shu kompaniyasi. Yaxshi musiqani yaxshi uskunada tinglang. Hammaga xayr.